Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Toshkent tumani Ko'kterak Qaynama ko'chada joylashgan uyimizni obzorini sizlarga ko'rsatib boramiz. Kelinglar. Xo'p, bu birinchi xonasi. Mana. Xo'p. Bu ikkinchi xonamiz zalimiz bo'ladi. I+ bu yoqda yana bitta xonamiz bor. O'zingiz uchun ko'rib olasizlar, hamma narsasi tayyor. Radiator. Uch akalarimiz va to'xtab qolishmasa bo'ldi, o'sadigan joyi. Xo'p. Avvalo o'zimizdan boshladi, ko'rib olasizlar. Xo'p, yana bitta xonasi. Bu yerda yana bitta spalni. Plus bu yo'g'ini ham ko'rib olasizlar. Ayniqsa mana bitta mehmon kutadigan xonalari vashim zo'r, o'zgacha qilib qo'yishibdi. Kelgan klient ham mazza qilib yashab ketishadi lekin. Yoqadi ko'p. Qarasanglar. Xo'p, kelajakda bu hovlini, bu shotini o'zini ham zeleniy zonadan foydalanib, bu yoqqa yana qo'shimcha xonalar qilib olib, ikkita oila yashasanglar ham bo'ladi. Zonalar bilan tanishtirib chiqdi. Endi kelasizlar podval qismini ko'rsatamiz. Mana podval qismimiz juda ham zo'r, kenggina, kattagina, bu yoqda ham ikkitagina xonamiz bor. U yana ham o'zingizlar rejanglarga qarab, cho'tki qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'g'irlamaslikka harakat qilamiz. Tez-tez obzor qilib beramiz. Xo'p, bu yoqda mana sanuzel, общий sanuzel, bu yog'imizda hojatxona, plus yana bitta bu yerda kladovkamiz bor. Buni o'zingiz uchun har narsa qilib olsangiz bo'ladi. Har narsadan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, 92 ming so'raymiz, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga tez-tez chiqaverasizlar. Mahsul obunachilar bitta ko'rasizlar, like, kommentari bosib tarqatib tashlayverasizlar. Poddeshkani birini qilasizlar bu yog'iga, biz sizlar bilanmiz, kuzatib borishni davom etasizlar.